Xitoyning Jungo neft şirketiga qarashliq Tarim neftligi G'arbning gazini sharqiy yo'tkash turbasi orqali Xitoyning sharqiga joylashgan 120 dak cho'ng kichik shahardagi 400 million aholi va 300 ming korxonani tabiiy gaz bilan ta'minlamoqda. Shenhua agentligining 7 yanvar oshkorlashicha, mazkur turba yo'lining 2020 yilga kelganda gaz toshish umumiy miqdori 270 milliard kub metrdan oshib ketgan. Xabarda mazkur turba yo'lining har kuni 95 million kub metr gaz toshiydiganligi bildirilgan. Xitoyning G'arbning gazini sharqiy yo'tkash turbasi 2004-yilda qurilgan bo'lib, dastlabki mezgilda yiliga 351 million kub metr gaz yo'llangan, bara-bara ko'payib yiliga 25 milliard kub metrdan ortiq yo'llaydigan saviyaga yetgan. Ayni chog'da bu qurilish Uyg'ur tashkilotlarining qattiq qarshi turishiga uchirgan bo'lib, ular bu qurilishning yerli xalqqa foyda elib kelmayli qolmay, uning muhitni vayron qiladiganligi, Uyg'urlarning faoliyat bo'shlig'i texmo taraydiganligini ogohlantirgan edi. Kuzatuvchilarning qayd qilishicha, garchi Tarim neftligi 400 million Xitoy aholisini gaz bilan ta'minlasimi, lekin buningdan gaz chiqayotgan joylardagi Uyg'urlar foydalana olmaydi ekan. Xitoy hukumati navbatda Uyg'ur yezlarida ko'chmas mulkni tizimlash, guvohnoma tarqatish xizmati nomida bir harakat qo'zg'ab, Uyg'ur yezi aholilarining mol-mulklarini tizimlashni boshlagan. Aqsu gazetining bu vaqtdagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Aqsu viloyati har qaysi noilaning yezlarida ko'chmas mulkni tizimlash punkti ta'sis qilgan. Viloyat bo'yicha ko'chmas mulkni tizimlab guvohnoma tarqatish xizmati tamomlangan va 385.296 guvohnoma tarqatilgan. Xabarda Xitoy hukumati bu harakatni davlatga va xalqqa foydali cho'ng ish, dehqonlarning huquqini qo'g'dab, mol-mulk huquqini kapolatga ega qiladi deb ta'riflagan. Biroq chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilar buni Uyg'urlarning xususiy huquqlariga og'ir darajada tajovuz qilganlik deb qaramoqda. Ko'chmas mulk odatda nihoyatda keng ma'noni ifodalaydigan bir atalg'u bo'lib, bu faqat yer zamin va uy-joy bilan cheklanmaydi ekan. Kuzatuvchilar Xitoy hukumatining burunmi Uyg'urlarning mol-mulklarini har xil bahonalar bilan tortib olgandek tarixiy faktlardan yo'lga chiqqanda, bu qatimliq ko'chmas mulkni tizimlash harakatini yana bir qatimliq talon-tarojning tayyorligi bo'lishi mumkin deb mo'ljallanmoqda. Bu harakatning Uyg'ur elining boshqa viloyat oblastlaridami birdek yurgizayotganligi ma'lum. Hindiston armiyasi bayonot e'lon qilib, Xitoy taraf bilan territoriya ixtilofdagi Ladakh rayonida bir nafar Xitoy askarini tutqun qilganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy askari 8 yanvar Hindiston harbiy doiralari tomonidan tutqun qilingan. Ular bu vaqtdagi bayonotida bir nafar Xitoy xalq ozodlik armiyasi askarining juma kuni atdigan amaliy kontrol siziqining Hindistonga tava qismida tutilganligini bildirgan. Shanba kuni Xitoy harbiy doiralari bayonot e'lon qilib, Hindiston doiralaridan tutib olingan Xitoy askarini darhol qo'yib berishini talab qilgan. O'tgan yili iyunda ikki taraf orasida qurolsiz yuz bergan to'qinishda Hindiston tarafdan oz deganda 20 askar jonidan ayrilgan. Holbuki Xitoy taraf o'zi tarafdan qancha askar o'lganligini yoki yarador bo'lganligini oshkorlamagan. Bu to'qinishga Xitoy askarlarining mayda bu rayonga kirib harbiy faoliyatlarda bo'lishi sabab bo'lgan. Türkiye qatarlıq devletler Xitoyda ishlangan Wuhan virus vaksinasining ishlatilishiga tayyorlangan bo'lsa-mu, lekin bu haqda sınaq ilib berayotgan Braziliyada talash tortishlar uzilmadi. Braziliya prezidenti Jair Bolsonaroning bu vaksinaga qarshi turganligi ma'lum bo'lib, davlatning dori nazorat qilib boshqarish organi Anvisa bayonot e'lon qilib, vaksinaning jiddiy ahvolga taqobil turishda qo'llanish iltimosini tasdiqlashga yetarli sonliq ma'lumot yo'q dedi. San Paulo shtatining sog'lomlik organi Butantan instituti Xitoy Sinovac shirkati ishlab chiqargan Wuhan virusi vaksinasini sinov qilishga qatnashgan. Institutning payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida bu vaksinaning 3-bosqichlik sinovda unimining 78% bo'ladiganligini va davlatlik dori nazorat organining tasdiqlash uchun iltimos qilganligi o'tirg'a qo'yilgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump 20 yanvar o'tkazilgan vazifa topshirib berish marosimiga qatnashmaydiganligini e'lon qilgandan keyin muavin prezident Pence bu marosimga qatnashadiganligini ilgari surildi. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, muavin prezident Mike Pence'ga yaqin manbalar uning Joe Bidenning qasam berish marosimiga qatnashadiganligini aytgan. 6 yanvar yuz bergan parlamentga besib kirish vaqasidan keyin Trump vazifani tinchlik bilan o'tkazib beradiganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin marosimga qatnashmaydiganligini aytgan.
Qirg'iziston Markaziy saylov va referendum komitetining raisi Shelda Bekova prezident saylovida aniq bo'lmagan natija qaraganda 79% biletga erishgan sobiq bosh ministr Japarovning g'alaba qilganligini bayon qildi. Japarov o'tgan yili yuz bergan namoyishlarda turmadan chiqarilgan va 2020 yil 10 oyning 4-kuni o'tkazilgan parlament saylovidan keyin bosh ministerlikka tayinlangan. Komitet yana davlatning hokimiyat tuzumini belgilash va prezidentga texnik ko'p huquq beradigan prezident sistemasiga o'tish uchun o'tkazilgan referendumda 80% saylovchining qo'llab bilet tashlaganligini e'lon qildi.